Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan mehmonlar kutishga ham, iftorligu, saharlikka ham mos keladigan salat tayyorlaymiz. Ishimizni masalliqlarni qaynatib olishdan boshlaymiz. Men mana shunaqa ko'rinishda qaynatib olaman. Ham vaqtingizni tejaysiz, ham gazingizni. Bu videoni vaqtini tejashni bilmaydigan tanishingizga yuborib qo'ying. Hamma masalliqlarimizni bitta shaklda qirg'ichdan o'tkazib oldim. Masalliqlarimizni hammasini. Mayonezimizni, salafanimizni ichiga solib oldim. Solishga qulay bo'lishi uchun. Endi masalliqlarimizni kosamizga birin-ketin joylashtirib chiqamiz. Ko'rinishidan odamning ishtahasini ochadigan salatimiz ham tayyor bo'ldi. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring. Like bosib, obuna bo'lishni ham unutmang.